Surxondaryo viloyati Kattakesar mahallasida yashayman. İsmim Jo'rayeva Umida. Men 17-yildan beri shamollashdan qolgan asorat bilan kasal edim. Hech dardimga shifo topolmayotgan edim. Vaqtincha bo'lar edi ukol dorilar olganlarim ham. Mana 15 kun oldin shu yerga kelib shu balzamdan nima edi ismi? Nano balzamdan ichyapman. Professorga uchrashib 15 kundan beri ko'zim yaxshi. Bir haftada ko'zim ochildi. Oldin xira bo'lib, bitta narsa, ikkita, uchta ko'rinib, tumanday bo'lib yotar edi ko'zimni oldi. Hozir tiniq yaxshi ko'ryapman. Nasib bo'lsa niyat qilib shu yerga kelyapman. Shu doridan yaxshi bo'lib ketaman degan umiddaman. Foydasi juda ham yaxshi ekan. Kimikati yo'q. Tabiiy dori. Achchiq emas, achchiq ukol emas. Xudoga ming marta shukr qilib rahmat aytaman shu dorilarni ishlab chiqarganlarga. Rahmat.